Agar kimdandir uzr so'rashim kerak bo'lsa, men eng avvalo Robbimdan uzr so'rayman. Meni qancha ogohlantirishiga qaramay, insonlarning eshigida yig'laganim uchun. Taqdirda qancha belgi berilmasin, qaysarlik qilib noinsof bandalarning ortidan yugurganim uchun. Menga berilgan chiroyli qalbni xudo behudaga charchatganim uchun. Men eshitmagan narsalarni eshitib, ko'rmaganlarimni ko'rganda, meni himoya qilyapti deyish o'rniga ayriliq deb unga isyon qilganim uchun. Alloh qadrlagan ko'nglimni qayta sindirishlariga yo'l qo'yganim uchun. كل القلوب إلى الحبيب تميل